Saraton kasalligining belgilari qanaqa bo'ladi? Saraton kasalligining belgilaridan biri kuchli og'riq va noqulaylikdir. Bu ya'ni odam tanasida yot jism ichki tarafdan bosim o'tkazayotgan bo'ladi va og'riq hissi paydo bo'lishi mumkin. Tez ozib ketish, ya'ni tana vaznini yo'qotish. Shunda bemor 2-3 oy davomida o'zining tana vaznini juda sezilarli darajada yo'qotadi. Bunda o'simta o'ziga kerakli bo'lgan oziq moddalarini o'sish uchun odam organizmidan tortib oladi. Doimiy holsizlik va charchoqni oladigan bo'lsak, bunda organizmdagi o'simta o'zidan toksik, ya'ni chiqindilar ajratadi. Bu chiqindilar odam organizmida intoksikatsiya, ya'ni zaharlanishga olib keladi. Intoksikatsiya hisobiga ko'ngil aynishi, tez charchash, doimiy holsizlik kuzatiladi. Misol uchun teri, sochning to'kilishini kuzatilishi, tananing har qanday qismida jarohat olmagan bo'lsa ham shish paydo bo'lishi ham saraton kasalligidan darak berishi mumkin. Misol qilib jigar saratonining og'ir darajasini oladigan bo'lsak, odam tanasining rangida sarg'ayish paydo bo'ladi. Buyrak usti o'simta bo'lsa ham odam tanasining rangida bo'g'ilish, ya'ni qorayish kuzatiladi. Bu belgilarning barchasi boshqa kasalliklarda ham kuzatilishi mumkin. Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan belgilar bezovta qilsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.